Barchaga assalomu alaykum. Polshada fura haydovchilari uchun yangi qabul boshlandi. Agar sizda CE toifali haydovchilik guvohnomasi va fura boshqarish bo'yicha tajriba bo'lsa, bu imkoniyat aynan siz uchun. Ish beruvchi kompaniya O'zbekistonga kelib, amaliy imtihon o'tkazadi. Imtihon kuni 22-oktyabr Andijon shahri. Vakansiya: CE toifali yuk mashinasi haydovchisi. Ish haqi: 2,5 ming yevro, ya'ni 2500 yevro. Talablar: erkaklar 21 yoshdan 60 yoshgacha. CE toifali haydovchilik guvohnomasi. Kamida 6 oy tajriba. Chip va taho kartalari majburiy. Rus tilini boshlang'ich darajada bilish. Aloqa uchun 78 4 47 00 30 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Yoki Telegram ilovangizga kirib, qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deb yozganingizda ham bizning kanalimizni topasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.